Manikyur fingerga o'tdik. Manikyur fingerimizda mana bunday holatda ham mana ko'rib turibmiz. Ya'niki hali g'uncha chiqargan yo'q. Novda salkam 30 cm bo'lgan. Birinchi bo'lib g'unchadan oldin mo'ylovini chiqargan. Bu erkalaydigan shox. Buni agar sizga kerak bo'lmasa, butkul olib tashlaveradi. Endi hozir bu yerda yana ikkinchi masala. Xo'p, yana bitta novda. Bunda ham xuddi shu holat. Demak, nima olib tashlaymiz? Mana bu shoximiz bu yerda ortiqcha bo'lib qoldi. Sababi umuman hosil yo'q bunda. Endi bitta mana bu yerda kurtaga bor chiqib qolishi mumkin, lekin bu ko'ryapsizlar tagidan. Buni baribir olib tashlaymiz. Tepada qo'shimcha kurtalardan yana chiqishi mumkin, lekin ancha orqada qoladi bular. Shu sababdan bu shoxni qaychi bilan hozir kesib tashlayman tagidan. Yonidagi mana bu shoxda mana bu yerda bitta g'uncha ko'rinyapti. Buni olib qolamiz. Bu ham endi turaveradi hozircha salqin berib turgani novdaga. Bitta narsa mana shu holatda endi bu yerda hozir birortasida hozir ko'rinmayapti. Mana bu novdalar tagidan 2 ta yoki 3 ta ham chiqqan bo'lishi mumkin. Shundan bitta yaxshi rivojlanib turganini olib qolib, qolganlarini ham olib tashlaymiz. Hammalaringiz sihatli, xotirjamlik, yana bir marta hosildorlikka qut baraka. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.